بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sen bizga mo'jiza ko'rsatib ber, deyishdi qavmi. To'g'ri kelgan mo'jizani qabul qilavermaymiz. Mana bu tosh yorilsin, ichidan tuya chiqsin, katta bo'lsin, qizil bo'lsin, juni uzun bo'lsin, qonida falon oylik bolasi bo'lsin, bir kun tumshug'ini suvga tiqib, bir kunlik suvimizni ichib qo'ysin. U Solih alayhisalom ularga sizlar aytayotgan narsani duo qilib Allohdan so'rab bersam, iymon keltirasizlarmi? Ular ha deyishdi. Duo qildi. Xuddi ular talab qilgan sifatlari bilan tuya chiqdi. Iymon keltirishdimi? So'yib yeb qo'yishdi. Lekin qavm yoppasiga halok bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'yayotgan talablarni berilsa, shunda iymon keltirmaydigan bo'lsa, Makka yo'q bo'ladi. Va ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun. Alloh taolo nimaga payg'ambarimizdan so'ragan mo'jizani bermaganligini bayon qiladi. Va atayna samuda naqata mubsira fazalamu biha va ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ey Muhammad, mushriklar sizdan talab qilgan oyat mo'jizalarni yuborishdan bizni nima to'sdi? Faqat avvalgi ummatlar u mo'jizalarni yolg'on deganlarigina qaytardi. Samud qabilasiga ochiq mo'jiza bo'lgan tuyani ato etganimizda uni inkor etdilar va oqibatda qirilib ketdilar. Biz mo'jizalarni faqat bandalarimizni halokatdan qo'rqitish uchungina yuboramiz. Mana nima uchun payg'ambarimizdan talab qilgan mo'jizalar berilmadi. Alloh qodir zot, xohlasa berar edi. Lekin Alloh taolo bir hakim zot. Jibril alayhisalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga mana shu bahsdan keyin kelib aytdiki: "Ey Muhammad, Alloh meni sizning oldingizga yubordi. Agar xohlasangiz, bulardan yetayotgan ta'na dashnomlarga sabr qiling. Xohlasangiz, ular so'rayotgan hamma mo'jiza beriladi. Agar hamma mo'jiza berilsa, iymon keltirmasa, Makka yoppasiga qirilib ketadi. Nimani tanlaysiz ya Rasululloh?" Rauf Rohim bo'lgan, qavmiga bir rahmdil bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qavmini o'jaligini bilganidan, iymon keltirmasligini ko'rganligidan keyin men sabr qilaman dedilar. O'zlaridan bo'lmasa, shoyat zurriyotlaridan Allohni yakkalaydigan kishilar chiqsa. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytamiz-ku, hayotining har bitta holatida bizga mukammal ibrat bo'lgan kishi. Qo'lida javob beradigan qilichi bor edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Indamasdan dashnonni eshitib qolib ketaverdi. Nimaga? Qavmini fe'lini bilar edi. Yana bir hiylani qo'llashdi. Nazr ibn Xoris Qur'onda 7 yoki 8 ta o'rinda eskilardan qolgan afsonalar va qalu asatirul avvalin 7 yoki 8 marta shu oyat tushgan bo'lsa, mana shu Nazr ibn Xorisga bo'lgan javob edi bu. Nazr ibn Xoris asli makkalik bo'ladi, Toifda yashaydi. Ko'p sayohat qilganligidan har xil millatlar, qabilalar, xalqlarni tarixi, afsonalari, ertaklari, to'qimalarini ko'p biladi. Uni Toifdan chaqirib kelib aytishdiki, qayerda Muhammad odamlarni to'plab dinini gapirmoqchi bo'lsa, shat turda o'zingdagi afsona, xurofotlaringni boshla. Odamlarni Muhammaddan chalg'it. Nazr ibn Xoris ishini boshida bu hiylasi ularga foyda berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vat qilmoqchi bo'lsalar, Nazr ibn Xoris turardida o'zini afsonalarini, ajoyib, ertak, xurofotlarni aytar edi. Endi boshida odamlar jozibador hikoyalar eshitishdi. Keyin vaqt o'tdi, odamlar undan zerikishdi. Nazr ibn Xoris ana shu afsonalarni gapirib turib, tugatib bo'lgandan keyin bima Muhammad xoyrun minni. Huwa yuhaddis bil asatir va ana uhaddis bil asatir. Muhammadning mendan nima oshcha joyi bor? U ham afsona aytayapti, men ham afsona aytayapman dedi. Mana shu va qalu asatirul avvalin oyati Nazr ibn Xoris haqida nozil bo'ldi. Shuncha ish, Qurayshning shuncha qilgan ishi foyda bermaganidan keyin Abu Jahl sabr qilmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bitta ummatning fir'avni bor. Bu ummatning fir'avni Abu Jahl, Amr ibn Hishom. Abu Jahl aytdi, bo'ldi, endi sabr qila olmayman dedi. Qo'ylar, men Muhammadni o'ldiray dedi.
Agar Muhammadni o'ldirsam, Bani Abdul Muttolib meni o'ldirmoqchi bo'lsa, xoliylar himoya qilinglar meni, xoliylar tashlab qo'yinglar. Farqi yo'q. Men Muhammadni o'ldirib, shu mushkulani hal qiling. Quraysh o'ldir, biz seni albatta himoya qilamiz dedi. Reja bo'yicha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganida boshini tosh bilan urib, yorib o'ldirmoqchi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni tavof qilib namoz o'qir ekan, odatda sajda qilganlarida juda uzoq vaqt sajda qilardilar. Boshlarini ko'tarmasdan sajdada ko'p turardilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tavof qilib bo'lib, sajda qilishlikka turganlarida Abu Jahl juda katta bir xarsang toshni qo'y ko'tardi, og'irligidan zo'rg'a qadam bosib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqinlashganidan keyin go'yo bir narsadan qo'rqqandek toshni shunday tashlabda qochib qoldi. Qaytib Qurayshning oldiga kelganida, senga nima bo'ldi? Qochib kelding dedi. Ko'rmadinglarmi men ko'rgan narsa? Nimani ko'rding? Umrimda ko'rmagan nihoyatda katta bahaybat bir tuya og'zini katta ochib menga hujum qilib keldi dedi. Ha, ayni qolsan sen dedi. Hech narsani ko'rmadik dedi. Bu mo'jiza tufayli Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu holatda Abu Jahldan bir aziyat ko'rmadilar. Musulmonlarga qattiq azoblar boshlandi shundan keyin. Ular shunday hukm chiqarishdi. Muhammaddan tashqaridan kelgan odamlarni hammasini man qilamiz, gaplashtirmaymiz. Hamda iymon keltirganlarni azoblaymiz. Agar bir qul iymon kelgan bo'lsa, bu qulni azoblash o'zini sayyidining ishi bo'lsin. Agar hur odam iymon kelgan bo'lsa, qavmi azoblasin. Azoblanganlardan Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu. Bilol Makka da ulg'aygan edi, qul edi. Bani Abduddor o'g'lidan bo'lgan Umayya ibn Halafning quli edi. Iymonga kelganini bilganidan keyin Umayya Bilolni azobladi. Umayya kun issiq bo'lgan paytda Makkaning tashqarisiga Bilolni olib chiqib ketib, kiyimlarini yechirib, qaynab turgan qumga yotkizib qo'yar edi. Bu yetmaganda kuraklarga qamchi bilan urib, qonlarni oqizar edi. Hamda yerga yotkizib turib, ustiga 2 yoki 3 kishi zo'rg'a ko'taradigan xarsang toshni bostirib qo'yar edi. Bilol roziyallohu anhu faqatgina ahadun ahad deyishdan boshqa narsaga ko'nglini burmas edi. Keyinchalik Biloldan nimaga endi ahadun ahad kalimasini tanlading? Ya'ni Allohning yakkaligiga ishora. Deganda, meni azoblashayotganda har xil kalimalarni aytib ko'rdim. Lekin bularning ichida ularni eng g'azablantirgani ana shu ahad bo'ldi deydi. Ya'ni ularni g'azablantirish uchun aytdim deydi. Umayya qattiq azoblar ekan, Bilol sabr edi. Azoblab charchab ketganidan Umayya Bilolni turgizib, bo'yniga sirtmoqni solib bo'g'ib, Makkani tenteklar yosh bolalarning qo'liga berib qo'yardi, so'daray berib toshbo'ron qilib urishardi. Aybi Allohning yakka deb qo'yganligi. Azoblanganlarning ichidan Banu Muammil urug'idagi bir ayol iymonga kelgan edi. U ayolni azoblashlikni Umar ibn Hattob o'zining zimmasiga oldi. U paytda kofir edi. Bu Banu Muammil urug'idan emas Umar, lekin musulmonlarga bo'lgan nafrati qattiqligidan o'zi tashabbusini qildi o'zi. Men azoblab beraman. Shunday bir qattiq azoblardiki, ayol faqat sabr qilardi. Qattiq azoblab turib, charchab ketganidan to'xtab turib aytardiki, hali ayolga, meni kechirib qo'y, seni azoblashingdan to'xtab qolganligimga kechirib qo'y. Men charchaganimdan to'xtadim. Dam olib olay, yana azoblayman seni derdi. Musulmonlarga qattiqligi shu darajada edi. Musulmonlarga eng qattiq kishilar Abu Jahl bilan Umar ibn Hattob edi. Azoblanganlarning orasida Yosirning oilasi, oli Yosir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu xonadonga bashoratni aytdilarki, "Sobron ya ali Yosir, fa inna mawidakumul janna." Yosir Omir al-Kindi Makkaga bir yo'qolib qolgan akasini boshqa akalar bilan yig'ilishib istab kelishadi. Topsholmaydi. Qolgan aka-ukalari ketishadi, Yosir Makkada qoladi. Makkada qolar ekan, Banu Mahzum urug'idan bo'lgan Abu Huzayfa ibn Mughirani himoyasiga o'tdi. Ya'ni o'sha davrda odatiga ko'ra bitta odam himoyasiga olsa yana yasharadi dedi. Bu Abu Huzayfa Yosirning axloqini, odamgarchiligini, sifatlarini ko'rib yaxshi ko'rib, o'zini cho'risiga Sumayya binti Xibotga uylab qo'ydi. Endi bularning o'g'li mana Ammor tug'ildi. Ammor ibn Yosir Dorul Arqamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan islomni o'rgandi, iymonga keldi, kelib ota-onasini da'vat qilganida hech ikkilamasdan birinchilardan biri ular ham iymonga kelishdi. Banu Mahzum qabilasi bularni azoblashlikka turdi. Banu Mahzum mana Abu Jahlning urug'i. Ularni azoblashlikda Abu Jahl
ustida turdi. Misli ko'rilmagan mehnat va azoblarni soldi. Sahroga olib chiqaradi ularni. Kiyimlarni yechirib turib, kun issig'ida temirdan bo'lgan kiyim kiygizib qo'yardi. Temir qizdirdi, badani kuyar edi. Ularni suvsizlik bilan, o't bilan azoblab qiynar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu paytda o'tib ketar ekanlar, Yosir oilasini azoblanayotganini ko'rib turib, qo'lida hech qanaqa chorasi yo'q, hech qanaqa yordam bera olmaganidan ichlari ezilib Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ey Yosir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarni albatta boradigan joylar jannat" deb qo'yadi. Bu so'z ularning qalbiga taskin beradi. Ular sobit turishardi. Abu Jahl Sumayyani azoblar ekan, qattiq bir azoblab turib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qildi. Shunda Sumayya ham haqorat qildi Abu Jahl. Qorniga nayzani tiqib, Sumayyani qatl qildi. Islomda birinchi shahid bo'lgan musulmon bu ayol kishi. Bu Sumayya bint Hibot roziyallohu anha. Mana shu sharaf u oila uchun o'zi yetarli katta sharaf edi. Islom yo'lida birinchi shahid bo'lgan kishi. Uning orqasidan Abu Jahl Yosirni azoblashga o'tdi. Uni ham qiynab azoblar ekan, shahodat kalimasini aytib turib, u ham shahid bo'ldi. Ikkinchi shahid bo'lgan musulmon Yosir, Ammorning otasi. So'ngra bu ummatning Firavni Abu Jahl Ammorga qarab keldi. Uni shunday azobladi, tinimsiz azoblaganidan Ammor bu azoblarga sabr qila olmadi. Abu Jahl Allohga qasam, Muhammadni dinidan qaytmasang, uni so'kmasang seni hech qachon tark qilmayman dedi. Azobni to'xtatmaganidan Ammor Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'kdi. Abu Jahl bunga ham qanoatlanmadi-da, yo'q dedi. Qo'yib yubormayman seni dedi. To dedi, mana yerda o'marib ketayotgan hasharotni meni Robbim demaguncha seni hargiz qo'yib yubormayman dedi. Azobni qattiq qildi, ana shu hasharotni meni Robbim deyishlikka majbur bo'ldi. Musulmonlar o'rtasida Ammor dindan qaytdi degan gap tarqaldi. Majbur bo'lgan holatda aytgan edi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga mahzun, yig'lagan holida kelib, "Ya Rasululloh, onamni, otamni o'ldirishdi. Meni qattiq azobladilar. Sabr qila olmasdan sizni so'kishga majbur bo'ldim. Yana hasharotni Robbim ham deyishga majbur qilishdi" dedi. Rauf Rohim bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Bak. Chidamabsan-da. Bak men oldimdan anaqa dedimi? Bizda bo'ladi-yu, bitta xato qilib qo'ysa bo'ldi bu fosiq. Keltirganlar jo'raga. Bu munofiq. Bu bilan gaplashmaymiz. Bitta xato qilib qo'ysa biz nima qilib tashlaymiz? Bu siyratni o'rganishdan maqsad akalar. Ha, shuna bo'lgan ekan emas. Eshitib qo'yish emas. Ibrat olaylik. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu payg'ambarimiz Makka ni fath qilgani ketayotganda payg'ambarimiz maxfiy qilib hech kimga aytmagan ro'yxatga ketayotganligini, faqat yaqin sahobalarga aytgan edi. Xotib payg'ambarimizning sirrini sotib qo'yadi. Makkalilarga xat yozadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathiga ketayotganlarida Quraysh bexabar qolsin, to'satdan boraylik, urush bo'lmasin degan maqsadda bildirmagan edi birovga. Lekin Xotib sotib qo'ydi shu sirrini. Kechirdim payg'ambarimiz. Sababini so'radi. Nimaga bunday qildingiz dedi, ya Rasululloh, munofiq bo'lganim yo'q. Makkada sizlarda bola chaqalar qolgan bo'lsa, mol mulklar, qarindoshlardan qolgan, qarab turishadi. Men Makkaga kelganda odamman. Meni xotin bola chaqam qolgan. Shu xatni yozib olsam, bola chaqamga jina bir yaxshi muomala qilarmikin degan maqsadda yozuvdim. Uzri bor. Men munofiq bo'lmadim dedi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam afv qilganlar. Ammor ibn Yosir kufr kalimasini aytayapti. Payg'ambarimizni haqorat qilyapti. Dindan qaytishlikka majbur qilishganda aytdi shu narsani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ey Ammor, qalbing nima deydi? Ammor, qalbim faqat iymon bilan orom oladi deb javob berdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Ammor, agar ular yana seni azoblab, shu kalimani aytishlikka majbur qilib meni so'k desa, yana bir marta so'kib qo'yaver" dedi. Chunki majbur qilib aytilingan so'z u kishini hargiz iymondan chiqarib qo'ymadi. Senga necha marta majburlab kufr kalimasini ayttirsalar ham hargiz iymondan ajrab qolmagaysan. Alloh taolodan oyatlar nozil bo'ldi. Astagfirullah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun minallohi wa lahum azabun azim. Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga duchor bo'ladi.
Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgan holida kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan, ya'ni dindan chiqib kofir bo'lish bilan yoziladigan bo'lsa, bas unday kishilarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bor. Iymon keltirganligi uchun, shahodat kalimasini aytganligi uchun azoblangan kishilardan Zanira ismli bir joriya ayol. Uni Abu Jahl qattiq azoblar ekan, boshiga bir qattiq urdi. Ana shu zarba tufayli bu ayol ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Odamlar Lot bilan Uzzo Muhammadning diniga o'tib ketgani uchun bu joriyani ko'r qilib qo'ydi deb gap tarqatishdi. Shunda bu miskina ayol Allohga duo qildi, Parvardigor, ko'zimni sen o'zing olding. Ko'zimni o'zing qaytarib bergin. Allohga duo qildi, Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Azoblanganlarning orasida Nahdiya ismli ayol borning qizi. Uni ham qattiq azoblashdi. Ular zaif bo'lganligi uchun, himoya qiladigan kuchli bir qarindosh urug'lari bo'lmaganligidan ular qattiq bir azoblarga duchor bo'lishdi. Ularning sayyidi ona qizni azoblar ekan, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib, ularni nimaga azoblaysan? Deganida sayyida aytdiki, bu ikkalasini sen aynitding. Agar sen buni Muhammadning diniga bu ikkisini da'vat qilmaganingda, ular mana shunchalik azobga qolmas edi. Sayyida aytdi, Allohga qasam, ular bu dinlaridan qaytmagunicha hargiz tinch qo'ymayman dedi. Abu Bakr unda deb qasam ichmadi. Unda deb qasam ichmadi. Sayyida aytdiki, bo'lmasam sotib ol ekan dedi. Yana ularni sotib oldi hamda ozod qildi. Mana shu ish musulmonlar o'rtasida sunnatga aylandi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 7 yoki 8 ta qulni sotib olib, iymonga kelganligi uchun azoblanayotganlarni sotib olib ozod qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ozod qilgan kishilar orasida mana Bilol roziyallohu anhu ham bor. Shuning uchun sahobalar aytadilarki, Abu Bakr sayyiduna atloqa sayyidana. Abu Bakr bizning sayyidimizdir va bizning sayyidimizni ozod qildi. Umayyad ibn Halaf Bilolni azoblar ekan, Bilol dindan qaytmas edi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olmoqchi ekanligini Umayyaga aytdi. Umayya baribir Abu Bakr sotib olmaydi deb turib, qimmat narxda aytdi. Abu Bakr rozi bo'ldi, Bilol 9 o'qiy oltinga sotildi. Baraka bo'ldi, qo'l qoqilib. Umayya pulni olgandan keyin Abu Bakrga qarab turib, "Ey Abu Bakr, agar bir o'qiy so'raganingizda ham berib yuborardim" dedi. Deganida Abu Bakr agar dedi, 100 o'qiy deganingizda ham borardim dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olib Allohning yo'lida ozod qildi. Abu Quhofa, Abu Bakrning otasi, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan kishi edi, qari kishi edi. Kelib o'g'liga aytdiki, "Ey o'g'lim, sen qullarni sotib olib ozod qilyapsan ekan. Modomiki shu ishni qilarkansan, kuchliroq, baquvvatroq erkak kishilarni sotib olib ozod qil. Chunki senga ularning foydasi tegadi keyinchalik. Ya'ni atrofingda turib beradi, bola senga hujum qilsa himoya qiladi, senga quvvat bo'ladi. Chunki ana shu ozod qilinganlar senga qarzdor bo'ladi. Senga yordam beradi" dedi. Abu Bakr otasiga aytdiki, "Bularni men foydalanishim uchun emas, Allohning roziligi uchun ozod qilyapman" dedi. Men hozirda ham bor. Birovga bir sovg'a salom qilsang, birovga bir yordaming tegsa, bir hisob bilan qilasan. Borsang bo'laveradi, to'yga bormay qo'ysang ham bo'lar, hokazo. Shu tushunchalar o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Biz ham hayotda qilayotgan ishlarimizga bir qarab qo'ysak, o'sha bizga hech qanaqa foydasi tegmaydigan, na mansabi, na falonchi bo'lmagan, hech qanday manfaat yo'q bo'lgan, zaif, kambag'al, notanish bo'lgan odamga yaxshilik qilib, esdan chiqarib olyapmizmi? Allohning roziligi uchun qilinadigan ishlarda faqat Allohning roziligi kutiladi. Abu Quhofa aytdi, ozod qilsang, kuchli ozod qil, senga foydasi tegadi dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu ishlarni Alloh uchun qilayotganligini aytdi hamda Alloh taolo Abu Bakr haqida oyatlarni nozil qildi. Ya'ni qarang, o'sha paytda agar Abu Bakr pullilar shu kuchli erkaklarni sotib olib foydalanganda bari o'lib ketar ekan. Alloh uchun qilgan bari o'lib ketdi. Agar shu qilayotgan ishidan maqsadi dunyo bo'lgan o'sha paytda yetarli maqsadiga oxiratga hech narsa qolmasdi. Lekin qiyomatgacha o'qilgan Qur'onda Abu Bakr xolis Alloh uchun qilganligini maqtab Alloh oyatlarini nozil qildi. Astagfirullah va sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza
illa bitigha wajhi rabbikal a'la va lasawfa yarda. O'zi poklavon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot u dozoqdan yiroq qilinadi. U taqvodor zot huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'q. Ya'ni u biron kimsani o'ziga o'tkazib qo'ygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr-saxovat ko'rsatmaydi. Qildimi Alloh uchun, kutmaydi hech kimdan. Minnat qilmaydi, jich yaxshilik qilib o'tirib ko'z qilmaydi elga. U faqat eng oliy zot bo'lmish, Parvardigorining yuzini, rizoligini istab, mol-davlatini sarf qilib va yaqinda Parvardigori unga ato etadigan mukofot, jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. Davlatman odamlar bo'lsa oramizda, mana aytdik hozir, Abu Bakr qani hozir? O'ldi. Abu Bakrda o'sha davrda yashaganlar qani? Ular ham ketdi. Kimisi dunyosini oxiratiga sarf qildi, kimisi dunyosini obod qilgani qildi, kim pulini qayoqqa olib ketdi. Dunyo uchun qilganlar tashab ketdi deb gunohini olib ketdi o'zi bilan. Abu Bakrga o'xshab oxiratiga sarf qilganlar o'zlari bilan dunyosini olib ketdi. Biz nimalarga sarflayapmiz dunyolarga? Faras qiling, bitta kambag'al odam, qo'lida dunyosi yo'q, bir to'y qilish kerak bo'ldi, eplab to'yni qildi, qizini chiqardi yoki o'g'lini yashayapti. Kim bo'lib ketdi? Alloh qo'liga bir davlat bergandan keyingi qilgan to'yi birinchi to'yda qilib bo'lmaydi. Chunki qo'liga keldi-da, endi dunyo keldi, shu o'rda sarflashlik kerak. Birinchi qilgan to'y bilan bergan qizi ham o'tiribdi, ikkinchi pulli to'y bilan chiqargan qizi ham o'tiribdi. Duolarimiz bor, ko'p qaytaramiz shu gapimizni. Amin. Topganing to'ylarga bersin. Haqiqatan ishlab to'y uchun ishlaymiz bizlar. Rossiyaga boradi, ikki yaxshilab ishlab keladi, bir pul orttirib bermadan keladi, chashasha sog'ib keladi. To'y qiladi, borgan. Ikkinchi tomondan kirib o'tirgan ketaveradi. Agar birinchi safar qilganda oddiyroq to'y qilsa, o'sha bir martasi bilan 3-4 kishida bo'ladi. Biz pul topyapmiz biz ham. Nima niyatda topyapmiz? Nima uchun topyapmiz va qayerga sarflayapmiz? Qaranglar, Abu Bakr Siddiq dunyosini oxiratiga sarflagan ekan, Allohga rozi bo'lgan ekan, kambag'al bo'lmagan Abu Bakr. Alloh rozi bo'lgan kishidan. Biz dunyoni qayerdan topyapmiz va nimaga sarflashni niyatda to'plab, qayerga sarflayapmiz? Azoblanganlarning ichidagi eng qattiq azobga uchragani shubhasiz Habbob ibn Arat roziyallohu anhu. Habbob ibn Arat qul bo'ladi. Arab qabilalari bir-biriga hujum qilar ekan, ularning qabilasiga hujum qilishadi. Yengan qabila bularni, bolalarni, qul, ayollarini cho'ri qilib olib ketib, bozorda sotadi. Kichkina Habbob Makkaga qul bo'lib sotilib keladi shu tariqa. Uni bir ayol sotib oladi-da, bu boladagi qobiliyat ko'rib turib, temirchiga shogird qilib beradi. Oz fursat ichida bir kuchli temirchi usta bo'lib yetishib chiqadi. Ana shu yasagan qilichlari Makkada qo'lma-qo'l bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Dor vaqtida iymon keltirgandan keyin sayyidasi qulini iymon kelganligidan xabar topib, uni azoblashlikka o'zining ukasini mas'ul qilib qo'ydi. Ukasi kelib azobladi. Habbob ibn Arat ana shu qilich yasash uchun cho'g'ni ichiga tiqib qo'ygan temirni sayyidasi keladida cho'g'ni ichidan chiqarib turib boshiga bosadi. Boshidan tutun chiqib, hushidan ketib kuchi shotiradi, hushidan kuchi yetib yiqilganda chiqib ketadi. Ana shu azoblanganlar ichida Habbob ibn Arat deb aytdik. Kunlari birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Habbob bilan o'tirgan bo'ladi. Habbob deydi. Hayotingizda ko'rgan eng qattiq azob qaysi? Aytberingiz bizga dedi. Habbob ibn Arat roziyallohu anhu o'rnidan turadi-da, yaxtagini yechib ko'tarib turib, kuragini ko'rsatadi. Kuragi belidan to yelkasigacha go'shtlari kuyib, terisi suviga yopishib qolgan holatda, har joyda katta-katta o'yiq chuqurlar bo'ladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bundan ko'ra qo'rqinchli manzara ko'rmaganman. Qanday qilib buni qilishsiz dedi. Habbob aytib beradi, Makkadalik davrimizda mushriklar kelishdi. Mayda toshlar ustiga o'tirib yoqishdi. Mayda toshlar qip-qizil cho'g'day bo'ldi. Yerga yoyishib turib, meni kiyimlarimga yechib, belim bilan bosib yotkizib, oyog'imdan sudrashi yoqib yoqadi. To badanimdan chiqqan qon, yog' yoki sel bilan 30 kunga qadar bosib turishdi va siz ko'rgan narsani qoldirdi. Habbob ibn Arat roziyallohu anhu mana shunday azoblashganlardan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh,
Qurayshlar aziyati qattiq bo'lib ketdi. Duo qilasizmi? Duo qiling, Alloh bizga nusrat bersin, g'alaba bersin, yengillik bersin dedi. Nima so'rayapti? Alloh haddan tashqari qattiq bo'lib ketgandan keyin shu duo qiling, tezroq g'alaba kelsin dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlari qizargan holatda g'azablari chiqib, "Ey Habbo, sizlardan avval o'tgan ummatlardan bir kishini mo'minni olib kelishadi kofirlar. Yarmiga chegaraga ko'mib turib, boshidan araflarni ikkiga bo'lib tashlashadi. Yana boshqasini olib kelib, yerga yotqizib, temir tirnoqlar bilan go'shini suvlardan ajratishadi. Lekin bu narsa ularning dinidan qaytarmagan edi. Ey Habbo, Alloh albatta bu ishni oxiriga yetkazadi. Shunda Sanodan ot mingan kishi Hazramotgacha Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmasdan xotirjam keladi. Qo'ylar haqida bo'rilardan ham qilmaydi dedi. Lekin sizlar shoshilib ketyapsizlar. Nusrat albatta keladi. G'alaba albatta keladi. Lekin mo'min fosildan, mo'min munofiqdan, rostgo'y kazzobdan, sobir sabrsizdan ajralishligi uchun Alloh taolo mana shunday sinovlar bo'ladi. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun dedi Alloh taolo. Odamlar iymon keltirdik deb fitnaga uchramaymiz deb o'yladilar. Sizlardan avvalgilarni kazzoblardan, rostgo'ylarni ajratishlik uchun albatta imtihonga uchratganmiz dedi. Yuqdalar maru ala qadari dinihi. Har bitta kishi diniga, iymoniga qarab turib imtihonlarga ro'baro bo'ladi. Bularning dini, bularning iymoni vaqtida ekan, boshiga kelgan imtihonlar ham katta bo'lgan. Biz endi jichi supersiyada dodlaymiz, jichi pulimizni yo'qolsa nurlaymiz, xolos bilamiz nimalarga norozi bo'lyapmiz. Bizni boshimizda qanaqa kengchilik kunlari, u sahobalarning boshida qanday kunlar. Habib roziyallohu anhu Makkadan hijrat qilib chiqib ketganda, mana qaranglar endi. Duo ijobat bo'lishi. Mazlum bo'lgan holatda, yurtidan quvib chiqib ketayotgan, mana shunday mashaqqatlarga uchragan hatto Makkadan Madinaga hijrat qilib ketyapti, duo qilganlar. Parvardigoro, ana shunday Sayyidan bilan ukasini o'zingga qo'ydim. O'zing kifoya qilgin dedi. Hali Habbo Makkadan chiqib Madinaga yetmasdan turib, bu Sayyidasining boshiga Alloh taolo shunday bir og'riqni berdiki, shunday bir og'riq kelgan paytda og'riqni tutganda hech kimni tanimay qoladi. Tabiblar har qanday chorani qilishdi. Faqat bitta chorasi qoladi. Qizigan temirni boshiga bosganda, ana shu kuydirgan narsa boshdagi og'riqni sindirib qo'yadi. Mazlumga duodan qo'rqish kerak. Bu mazlum bo'lgan holda Alloh o'zing kifoya qilgin deb qo'ydi. Alloh taolo qanday bir chiroyli suratda ularga mukofotni berib qo'ydi o'zlariga. Shuning uchun ba'zi zulm ko'rgan odam hatto o'lingga buyursin, og'zingdan qoning kelsin deb qarg'ashga olmaydi. Har xil so'zlar og'zingizdan chiqarishga o'rniga Parvardigor o'zing kifoya qilgin deb qo'ying-da. Hayvonda haqqini qoldirib yurgan Parvardigoringiz, odil zot, qanday qilib haromdan qo'rqib, Robbisining roziligiga intiladigan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bandasini zulm ko'rsatib qo'yadi. Yashamaymiz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Hasbunalloh dedi, Alloh taolo jazosini berib qo'ydi dunyoda. Azoblanganlarning orasida Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu, qavmining sayyidi, sharafli kishilardan. Lekin amakisi bitta xonaga qamab qo'yib, ichiga hashir xushyalarni tashlab, yondirib, tutun bilan qiynadi. Havosizlik bilan tutun bilan bo'g'ilib qiynadi. Lekin bu narsa dinidan qaytara olmadilar. Mana shu tutun tufayli Zubayr ibn Avvom kasalga uchradi. Abu Bakr, Usmon, Sa'd ibn Abi Waqqos, Zubayr ibn Avvom hatto sayyid bo'lgan kishilar ham azoblanganligini ko'rgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga agar xohlasanglar Habashaga hijrat qilinglar. U yerda podshoh odil, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilar, Imom Muslim sahihlarida keltiriladi. Lut alayhisalomdan keyin birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon dedi. Va uning ayoli Ruqayya binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Hijrat qilganlar Abu Huzayfa, Musa ibn Umayr, Zubayr, Abu Salama, Salama, Usmon ibn Maz'un jamiki birinchi bo'lib hijrat qilganlarning soni 12 kishi edi. Abu Bakr ham hijrat qildi. Makkadan chiqib 2 kun yo'l yurdi, Ahobish qabilasiga uchradi. Ahobish bu Habash degan so'zni jami. Habashlar. Bular o'zi asli arab bo'lgan emas,
qul bo'lib sotilib kelib, keyin ozod bo'lib bir joyga to'planib, har yerdan kelib qolib, bir qishloq o'zlari tashkil qilishib olgan. Abu Bakr ana shu joyga yetganda ularning sayyidi Ibn Dug'man Abu Bakrni tanirdi. Qayerga ketyapsan deb so'radi. Abu Bakr hijrat qilayotganligini sababini aytib berdi. Shunda Ibn Umar aytdiki, sendek